Choy ichish orqali daromadga erishish mumkinligini bilarmidingiz? Bu albatta yana bir Cimarron texnikasi. Choyxo'rlikning fayzi, oilaviy xonadonlarimizning tarovati mutlaqo bo'lakcha, to'g'rimi? Choy ustida nafaqat eng shirin suhbatlar quriladi, balki hayotimizdagi ko'plab ezgu niyatlarimizga ham poydevor qo'yiladi. Bugun siz azizlar bilan juda oddiy, ammo ong ostidagi eski moddiy bloklarni parchalashga, hayotingizga baraka va to'kin sochinlikni chaqiruvchi ajoyib Cimarron texnikasini bo'lishmoqchiman. Bir marta yengil kayfiyatda, qalbdan ishonch bilan bajarib ko'ring. Natijasi sizni hayron qoldirishi shubhasiz va har gal choy ustida bu texnikani bajarishga harakat qilasiz. Sizga nimalar kerak bo'ladi? Oq qog'oz, mutlaqo toza, chiziqsiz va kataklarsiz. Yangi ruchka, ko'k yoki qora, asosiysi faqat bu ezgu niyat uchun yangi ishlatilinmagan ruchka bo'lsin. Kosa yoki piyola issiq choy, o'zingiz sevgan xushbo'y fayzli choy. 5 daqiqa tinchlik, hech kim xalaqit bermaydigan xotirjam muhit kerak bo'ladi. Qadamma-qadam bajarish. Qog'ozga chiroyli va qat'iy ishonch bilan yozing. Choy ich, daromadga erish. Choy tugagach pul keladi. Mana shu so'zlarni qog'ozchaga yozing. Issiq choy to'ldirilgan piyola yoki idishingizni to'g'ri shu yozuvning ustiga qo'ying. Falsafasi juda go'zal. Choyning issiqligi qog'ozni isitadi. Sizning niyat, energiyangiz matnga o'tadi. Matn esa hayotingizga yangi pul oqimlarini tortadi. Choyni har bir ho'plamidan lazzatlanib, shoshilmasdan iching. Shu daqiqalarda xayolingizga keladigan kutilmagan daromadlarni qanday xayrli amallarga, go'zal narsalarga sarflashingizni shirin orzu qiling. Choyni ichib bo'lgach, qog'ozni ko'zdan yiroqroq joyga, masalan, g'aladonga yoki kitob varaqlari orasiga yashirib qo'ying. 3 kun davomida unga tegmang va tashlab yubormang. Eng muhim siri hech qanday shubha, ikkilanish yoki kuchli zo'riqish bo'lmasligi kerak. Siz shunchaki go'zal niyat bilan choy ichdingiz va ong ostingizga aniq buyruq berdingiz. Endi mo'jizaviy eshiklar siz uchun ochiq. Bir haftadan keyin atrofingizga e'tibor bering. Kimdir unutilgan qarzlarini qaytarishi, kutilmagan sovg'alar, keshbeklar yoki yangi daromadli takliflar paydo bo'lishi, bularning barchasi ushbu Cimarron amaliyotining ishga tushganidan dalolat beradi. Ushbu videom sizga manzur bo'lgan bo'lsa, albatta reaksiya qoldiring. Orzulari lim-mo'lim bo'lgan muxlislarim, sizlarni Telegram yopiq kanalimga taklif qilaman. Telegram yopiq kanalimga ulanish uchun o'zingizni Telegram platformangizga kuchukcha Cimarron 369 deb yozasiz va poisk berganingizda asosiy kanalga ulaning degan kanal chiqadi. Va bu kanalning ichiga kirasiz, yuqoridagi ko'k yozuvli link ustiga bosasiz va kanalga qo'shilish so'rovi tugmasini yuborasiz. Ya'ni kanalga qo'shilish tugmasini bosasiz, sizni adminlarimiz kanalga qo'shishadi. Xo'p, yopiq Telegram klubimda sizni nimalar kutmoqda? Har kuni undan ortiq texnikalar berib boraman bu kanalimda va har oyga pul kodi va ko'plab texnikalar mavjud. Bu videoni pauza qilib o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin va 30 dan ortiq bepul dars va kurslar joylangan yopiq Telegram kanalim ham bor. Boylik 369 deb nomlangan. Bunda 30 dan ortiq juda ham kuchli texnikalar joy olgan. Sizlarni Telegram kanalimda kutib qolaman.